Ko'pchilik so'rayapti, aka, nima bo'ldi? Portga ortdinglarmi mashinani? Qachon yetib boradi deb so'rashyapti. Akalar, mana firma nomida bo'lganligi uchun bu mashinamizni ortmadi, ming afsus. Lekin qora mashinani ortib, uje biz Nyu-Yorkka jo'natib yubordik. Inshaalloh endi o'zimiz, Xudo xolasa, Titanikda unaqa lekin kruiz hali sayohat qilmaganman. O'zim uchun ham qiziq bo'lyapti. Inshaalloh shunda 8 kun yurib, Xudo xolasa, Amerikagacha suzib boramiz va bu mashinani paka shu yerda Fransiyada qoldiramiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston. Mana Efilli tegdi. O'zbekiston. Gap lekin bor. Xullas, mana shu O'rta Osiyoning bayroqlarini inshaalloh Amerikada ham Xudo xolasa mana shuni ko'taramiz.